Sayın dostlar, bugün biz planşet açamiz. Planşetimiz bizga ko'p bo'ladi. Planşetimiz turli tusda qarindoshlardan bo'ladi. Nav qalami, nav ishlatgan jag'i. Endi yozib ko'rik bo'ladi. Bizga so'z Ali ketdi. Endi tag'da birga yozib qo'yamiz. Bizga hozir so'z sig'adi. Mana bizga nani so'z sig'di. Bir turi deymiz. Endi aslida tag'da bir so'zni yozamiz. Bizga Aysha degan so'z sig'di. Endi o'shiramiz, mana bosamizda o'shirmaydi bari. Endi biz bitirdik. Sonra like bosib tirkelib qo'yingizlar.